Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum butun O'zbekiston ahli, Beruniy ahli. Mana bugun konsalting markazi ochildi bizning Beruniyimizda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida konsalting markazi ochildi. Bu konsalting markazi butun dunyo bo'ylab, butun Yevropa xohlagan mamlakatlarimizga turib Etiopiya ya boshqalar bo'lsa va shu yerda yo'llanmalarda asosan bo'ladi va batafsil ma'lumotlarni qarakamizdan o'rganib chiqamiz. Qani ketib yuring. Qaraga yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Rahmat. Qaraga endi albatta ruxsat qilsangiz, bu yerda xalqimizga bilib qo'yish degan maqsadda, xalqimizga yengillik bo'lsin degan maqsadda va boshqa viloyatlarga va uzoqlarga borib, biletlar, chiptalar olib yurmasin, avara, ortiqcha avaragarchilik, sarsangarchilik bo'lmasin degan maqsadda endi Xudoning ochilgan markazimizda bir videosini qilib va xalqqa yetkazib berdik degan maqsadda. Temurli bugun juma kuni ekan, juma yalinmangiz qutlug' muborak bo'lsin. Rahmat. Endi shuni qisqacha tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, mana yaqinda bir 2 haftaday bo'ldi. Mana shu Elite Tour firmasining Beruniyda filiali ochildi. Bu Xorazmda do'stlarimiz mana shu yerda ham ochib berdi. Elite Tour bu dunyoni xohlagan mamlakatlarga va O'zbekiston bo'yicha ichki turizmni rivojlantirish maqsadida tashkil qilingan va hamda aviakassa bu yerda inshaalloh yo'lga qo'yilib turibdi. Shu bilan bir qatorda bu Xorazm Umra jamiyati degan bor. Xorazmda bu litsenziyaga ega, bu Xorazm va Qoraqalpog'istonda faqat litsenziyaga ega bitta mana shu Xorazm Umra jamiyati. Ko'pchilik biladi. Ko'pchilik biladi. Mana shu Xorazm Umra jamiyatining bu konsalting markazi. Bu filial emas. Ko'pchilik filial deb xato tushunishi mumkin, filial emas. Bu yerda ma'lumot beramiz va odamlar bu yoqqa ovora bo'lib borib yurmasligi uchun mana 31-dekabrda bir mana shu yangi Xorazm Umra jamiyatidan boradigan ziyoratchilar uchun yangi yo'nalish tashkil qilinib turibdi va har hafta mana shu Xorazm Umra jamiyatida chorshanba va dushanba kunlari Urganch Madina va Urganch Jidda degan to'g'ridan to'g'ri reyslar yo'lga qo'yilib turibdi. Endi mana shu konsalting markazimizda ochilgan vaqtimda bir Beruniylik tadbirkor fermer akamiz, Hoji akamiz bir narsani bizga bir va'da qilib aytib ketuvdi. Mana shuni bir shunga ehtiyoji bor, kam ta'minlangan va elga yurtga xizmat qilib yurgan mana shunga layoqatli odamlardan o'zlaringiz topsanglar va mana shundan men ikkisini bepul umraga yo'llab jo'natib beraman degan mana shu bir taklifni aytib ketuvdi. Shunga muvofiq bugun hozir inshaalloh Beruniy sovxoziga boramiz. Mana shu yerda bir Maqsim akamiz bor. Biz mana shuni o'ylashib katta hoji akalar bilan, elimizning oqsoqollari bilan maslahat qilib, mana shu yerga xizmat qilib yurgan mana shu Maqsim akamizni tanladik. Hali o'zining xabari yo'q. Xabari yo'q. Xudo xohlasa inshaalloh hozir borib, mana shuni borib beramiz, syurpriz bo'ladi inshaalloh. Syurpriz bo'ladi. Va keyingi juma yana bir syurprizimiz bor. Uni keyingi juma qilamiz inshaalloh. Qaraka, unda siz ruxsat bersangiz albatta men siz bilan birga qo'shilib, Xudo xohlasa bugun juma kuni, juma namozida siz bilan birga borib qo'shilsak, xatamizga qo'shilsak va undan boshqa syurpriz, uni reaksiyalarini hammasini videoga chiqarishga ruxsat berasizmi? Bemalol. Mana shu ham xalqimiz mana shundan bir ibrat olsin va ota-onasini jo'nataman deganlar bo'lsa, aka-ukasini yoki do'stlarini mana shunday syurpriz qilib jo'nataman deganlar bo'lsa, bizga murojaat etsa, mana shu Xorazm Umra jamiyati litsenziyaga ega jamiyatning hisobidan inshaalloh umraga yo'llanmasini mana shunday sertifikatlarni uyga borib topshiramiz. Mana hozir tug'ilgan kunlarda podarka qilib mana shuni topshirib boshladim inshaalloh. Juda ajoyib, molodez. Nasr aytdi, mening otimni oshkor qilmanglar dedi. Oshkor qilmanglar. Bu maxfiy. Payg'ambarimiz alayhisalomdan bir hadis shariflar ham bor. O'ng qo'ling berganda, chap qo'ling bermas ota bobomizning maqoli bilasizlar. Mana shuni maxfiy qilib mening shu jo'natayotganimni bilmasin, g'oyibona duo qilsa bo'ldi deb turibdi. Ko'rdingizmi? Ana ota-onasi uchun o'tib ketgan, u kishining ota-onalari o'tib ketgan, ota-onasi uchun va o'zimning farzandlarim uchun mana shu g'oyibona duo qilsalar bo'ldi deb o'zining nomini oshkor qilmay turibdi. Ana shunday tumanimizda alhamdulillah tadbirkor yigitlar, fermer akalarimiz ham mana alhamdulillah mana shunday dilli, diyonatli, inson tavfiqli elga, yurtga mana shu kam ta'minlarga qarashadigan mana shunday inshaalloh yurtdoshlarimiz ham mana bo'lganiga nihoyatda xursand bo'lib turibmiz. Juda ajoyib, juda ajoyib. Molodez, katta rahmat sizga. O'sha narsaga amal qilib, keyin jamoatga uni javobini aytdilar. Alloh taborak va taolo hamma vaqt har ishda so'zimizda
qilayotgan ishimizda, oilamizda, yovru birodarlar o'rtasida hammamizga adolatli bo'lishlikni nasib va muyassar qilsin. Muhtaram jamoat, bugun juma namozimizga muhtaram Eshon bobomiz tashrif buyurgan ekanlar. Hurmatli Badalata masjidi jamoasi, mana bugun Sayyidul Ayyom Alloh taologa hamdlarimiz, payg'ambarimizga salom salovatlarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Juda bir dinimizga, shariatimizga xizmat etgan, ko'p ulamolar o'tgan bir jamoa hisoblanasizlar. Bu yerda mana shu o'tgan asrda atroflariga ko'plab muridlarni to'plagan Matkarim Eshon bobo, qolaversa mana biz birga ishlaganmiz Hasanboy Mahsum akamiz, ustozimiz bo'ladi, mana bizlarga ko'p narsani o'rgatib ketdilar, Alloh rahmat etsin. Qolaversa shu yerga ko'p xizmat etgan Yo'ldosh So'fi bobo bor edi, bilasizlar. Nihoyatda bir xizmatkor insonlar edi. Endi mana bugungi kundagi prezidentimizning butun jamoalarga mana shu O'zbekiston bo'yicha aytib turgan bir gapi shu bo'lib turibdiki, shu O'zbekistonimizdagi hamma yashaydigan insonlar hamjihat bo'lib, hamjihatlikdagi masala to'y masalasi, malaka masalalarida hamjihatlik, shu ya'ni isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, to'ylarda shunday bir ixcham qilib o'tkazishlik va kaza shu borasida O'zbekiston miqyosida 90 kunlik mana bu bir ma'rifiy jarayon e'lon qilingan. Mana shu masalada hozir butun tumanimiz bo'yicha hamma masjidlarda, fuqarolar yig'inlarida, hamma joylarda shu masala ustida juda ko'plab muloqotlar bo'lib turibdi, so'zlar bo'lib turibdi. Albatta mana bu sizning yeringiz, bu Badalata qavmi yili bu masalada ilg'or deb o'ylaymiz. Nechun deganda mana bu yerda Sherpay akamiz bor, Hoji Salihxon Domilova do'stimiz, juda ko'p insonlar bor. Bular hammalari shu o'zlarining bilgan fikrlarini jamoaga yetkazib, shunda xalqqa yetkazib kelyaptilar. Endi hozirgi kundagi hammamiz bilamiz, eng asosiy masala mana prezidentimiz tomonidan qaratilgan e'tibor qaratilgan narsa farzand tarbiyasi, yoshlar tarbiyasi, yoshlarga ilm berishlik masalasi. Bu eng ilg'or masala hisoblanadi. Men endi masalan so'nggi 2 oy davomida o'zimizdagi 2 maktabga kirib bolalar bilan gaplashganimda bir narsaga amin bo'ldim, ko'p bolalarda savod masalasi juda sayoz. Ota-onalari e'tibor bermagan ko'p bolalar farzandlarimizga. Masalan o'zimizning shu yerda o'sib turib Abraham Beruyning kimligini bilmaydi. Zamaxsharining kimligini bilmaydi va boshqa ollamalarda olimlarning kimliklarini anglamaydilar. Bu narsa uyat azizlar. Shuning uchun bolalarimizga, farzandlarimizga ilm o'rgatishimiz kerak. Endi eng qiziq narsa shuki, bir maktabda o'zimizda mana bizning Froda hozirgi Shabbos fuqarolar yig'inidagi maktabda aytib qoldiki, o'qituvchilari kechirasi deydi, Eshonboy deydi, bolalar deydi, ota-onalari deydi, chetda ishlagandan keyin 8-9 sinfni bitirgandan deydi, shu ishga ketishga harakat etib atdilar. Bularga o'qish degan narsada hayolimda yo'q, bu bolalarga degan gapni qo'yib Bu narsa uyat narsa azizlar. Kerak emas gap so'ylab o'tirishga bo'lmaydi u. Tarbiya tartibda aytib o'tirish kerak. Shu narsalarni bildirib o'tirish kerak. Ana bu narsalarni talab bu prezidentimizdan qo'yilgan talab azizlar. Prezidentimiz yangi O'zbekiston quradigan insonlar yangi g'oyalar bilan tarbiyalanish kerak degan fikrlari bor. Shuning uchun azizlar, ana bu narsaga e'tiborli bo'laylik. Ana shu narsalarni masalan bugun biz e'tiborga oldik, ko'p narsalarni o'ylandik va bizlarning hozirgi kunda mana hammangiz bilasizlar, Beruniy tumanida, Beruniy shahrida ko'pchilik insonlar yaqinda bir 100 ga yaqin inson umra haj ziyoratida ketdi. Yana mana dekabr oyining 31-dekabrda yana bir 90 dan ziyod 100 ga yaqin insonlarni umra hajga tayyorlayotdi va umra haj jamoati tomonidan, jamiyat tomonidan homiylar bor ekan, shu homiylar bir yaxshi insonlarni Eshonboy bizga tavsiya qilsangiz biz yebaramiz dedi va biz mana shu jamoa shu yerdagi umra haj jamiyatining vakillari bilan, shu yerdagi insonlar bilan maslahat berib, bizga maslahat soldi. Biz o'ylanib turib mana sizlarning jamoangizdan, sizlarning mana shu Badalata jamoasidan, Badalata masjidi jamoasidan Hasanboy Mahsum akamizning o'g'illari Umaraddin Mahsum do'stimizni tavsiya qildi.
Şuna mana biz Umra hajga bizlar yo'llanma qilganmiz. Yo'llanmalarni bizim o'g'limiz ne'matilla topshiradi. Alloh taolo shu hajni Umarjon do'stimizni muborak etsin. Allah mübarek kılsın. Ömer'den çıkarsın. Allah taala mübarek etsin. Hürmetli cemaat. Her bir derdu gamlarga tabi. Bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi. Oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi. Holimizni ko'rsalar edi. Oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi. Sunnatlarin bajarib suyib, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib. Rasululloh bo'lsalar edi. Sunnatlarin bajarib suyib, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib. Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabi. Bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Yetim haqqin yemasdi boylar. Qurmas edi tillo saroylar. Bo'lmas edi ishratgoh joylar. Rasululloh bo'lsalar edi. Yetim haqqin yemasdi boylar. Qurmas edi tillo saroylar. Bo'lmas edi ishratgoh joylar. Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabi. Bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad.
kardeşlerim bilen 15 mindən ziyade 20 minə yakın adam hac ibadatını kılayaptı. Ötki yıl Özbekistan'dan 450 minə yakın adam ümre ibadatını kılıp geldi var. Prezidentimizin bu siyasetlerde şuralara kılış gerek. Hacga atalarımız arzu ümitte gitti. Bakalım Hasan ben Maksad'a bir yalakanlarını közümden görgen ben elbireyim. Biz hacga men arzu verip koyupman, men hacga beni yiberemey tuttu bular degan gaplarni eshitganmiz bu. Lekin bazı shunday daralama zaman bo'ldiki, dinimiz, shariatimiz bu juda yaxshi bir nimalar bo'lib turibdi o'lkamizda, yurtimizda, O'zbekistonimizda. Haj umraga xalagan adam boradi, xalagan odamga yo'l ochiq. Haj jamiyatlari ishlab turibdi. Haj ibodatida masalan, bu hajning o'zini ullayishga farz bo'lgan adam boradi. Haj farz bo'ladi, qachonki bu zakat nisobiga yetgan odamga farz bo'ladi haj. Umra hajni uni sunnat, uni bajaraveradi kim bo'lsa ham, lekin ana shu narsalar o'lchovli azizlar. Shuning uchun bugungi mana sizning jamoangizdagi mana ummatning do'stimizga berilgan yo'llanma bilan ummatning do'stimizni Maqsud akamizni tabriklayman. Alloh taolo ziyodasi bilan sharaflasin, sog' salomat borib kelsinlar oilasine, o'tganlari uchun, do'stlari uchun, ota-bobolari uchun tilaklarni, duolari qilib kelishlikda sog' omon Alloh taolo bu ukamizga nasib etsin. Yurtimizning fayzi ziyoda bo'lsin. Alloh taolo bugungi juma kunini barchamizga muborak etsin. Alloh qabul etsin. İnneke la tufli'ul mi'ad. Yetib, ota-onalarni xursand qilib yuradigan farzandlar bo'lishligini nasib etgan. Masjidimizning xonasiga mana bu yerdagi taxtachi Ulug'bek ukamiz homiylik qilib, ta'mirlab bir chiroyli qilib berdilar. Alloh taolo bu kishi ham ishiga, kasbiga, ziroati, tijoratiga barakot bersin. Yuzi yorug' so'zi o'tkir bo'lib, kasbidan barakat topib, shunday xayrli ishlarda bardavom bo'lishligini nasib etgan. El ulusimiz mana bu yerga hasharga kelib bir qancha ko'chatlarni ekdik. Shu hasharga qatnashgan aka-ukalarimiz ham Parvardigor ishlarini rivojini bergan. O'zingning uyingga xizmatda bo'lganlarni barchalarini uylarini Alloh o'zi obod qilgin, bir rahmatiga ya arhamar rohim. Siz qancha kutib, imini bugun kutmagan chiqarsiz shunday bir Yo'q o'zim rahmat ay. Kutmagan sovg'a bo'ldi bu. Endi Alloh taolo mana shu insonlarning qalbine, yuragine salgan ekan, sizni atangiz sizga nasib qilgan ekan bu. Ya'ni qancha million odamlarning ichida imini shu narsa Alloh taolo tomonidan sizga nasib qilib turibdi. Rahmat. Endi Xudoyim har birimizga nasib qilsin shu narsalar. Hammaga nasib qilsin. Endi bir duoңizda bir padiyangiz yo'q qo'ysangiz shu insonlar tarafidan niyat turgan. Shu homiylarimizga. Homiylarimizga. Siz jo'natadigan homiy tadbirkor yigitimizga. Topgan tuqqanlarga barakat bersin. Xudoyim birine mingni beraversin. Hammaga nasib etavergay Xudoyim. Xudo qalasa hojatda bo'lib kelgansizda qutlab kelib, Xudo qalasa Tabriklab, duoңizni olib o'tiramiz. Duoңizni olmoq nasib qilsin barimizga. Xudo qalasa. Amazon borib kelamiz. Bizga ham atimizga bir duo aytlar ketib qo'yasiz hajga borganimizda.